Hurmatli kanalim obunachilari, kommentariyada ko'pchilik yozibdi, mana shu aynan soat face kremidan ishlatib hech qanaqa effekt ko'rmayapman, foydasi bo'lmayapti deb. Soat kremni ishlatilish tartibi bor. O'zi mana orqasida yozib qo'ygan. Ruschasiga, ruscha bo'lmasa xitoychaligida ham tarjima qilib olsa bo'ladi. Способ применения da yozib qo'ygan. Утром и вечером наносить небольшое количество на очищенный и тонизирующий кожу шеи и лица deb yozib qo'ygan. Ya'ni tozalangan yuz terisiga, bu degani tozalangan penka va tonikdan keyin tozalangan yuz terisiga surish kerak. Ertalab va kechqurun yuz va mana bu bo'yin osti terisiga surish kerak. Ikki mahal. Shunda effekt beradi. Qolaversa, ba'zilar yozgan foydasi bo'lmayapti, ishlatdim foydasi yo'q deb. Foydasi yo'qligini sababi aynan mana shunda penka va tonikdan keyin tozalanmasdan ishlatilsa, любой krem, nafaqat buni, har bitta kremni ham foydasi bo'lmaydi. Nima uchun? Yuz uchun ajin ketkazuvchi naborlarda imенно bitta narsa emas, bir nechta nabor bo'ladi. Sababi o'shanda ham aynan o'sha penka, tonik, keyin losyoni, keyin boshqa narsalari bo'ladi. Effekt berishi uchun yuz terisini avval yaxshilab tozalash kerak. Tozalash degani bu sovun bilan yoki suv bilan yuvganda emas. Aynan o'zini yuzni tozalovchi maxsus penka yoki tonik mahsul mana shunaqa narsalar bilan tozalanganda любой krem effekt beradi. Sababi yuz terisi juda nozik bo'lganligi uchun uni tozalashda alohida e'tibor kerak. Har bitta o'sha poralar, kengaygan poralardagi o'sha chiqindilarni, yog'mi u yoki changmi, har xil narsalar tiqilib qolganini tozalash uchun ham yuz terisini aynan o'sha o'zini maxsus tozalovchi mahsulotlar bilan tozalagandan keyingina любой mahsulotni, любой ajinga qarshimi yoki dog'ga qarshi mahsulotni ishlatilsa, bittada effekt beradi. Shu uchun azizlarim e'tibor beramiz. Ishlatilish tartibi kuniga 2 mahal ertalab va kechqurun penka va tonikdan keyin tozalangan yuz terisiga, yuz va bo'yin terisiga massaj qilib barmoq uchlari bilan suriladi. Shunda aniq effekt beradi va yana bitta narsa, har kuni uzluksiz ishlatganda aniq effektni olasiz. Shu narsaga e'tibor beramiz. Aynan mana shu qanaqa ishlatilishini va foyda qachon bo'lishini bilmaydigan tanishlarimiz uchun oldim bu videoni. Nafaqat bu krem, любой bitta kremni penka va tonikdan keyin kuniga 2 mahal ishlatish kerak.